أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Bütün hamd sanalar, alkışlar ve mıhtaçlar, alemlerin Rabbi ve Perverdigari Allah hastır. Vel akibetu lil muttaqin. Yaxşı akıbet ve muvaffakiyetler uşarlar olsun. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Salat ve selam, kollaşlar ve destekler bu Allah'ın peygamberi ve bizning rehberimiz Muhammed aleyhisselam olsun ve onun aile tababatlarına, sahabelerine ve onun izinden ta kıyametkice mağam septaşları, yoldaşlarına olsun. Esselamu aleyküm, kaderlik Şarkı Türkistanlıklar, Şarkı Türkistanlık karindaşlarım. Bugünkü sohbetimiz Sure Tövbe 60. ayetten buludu. Bu ayetin mezmunu zakat ve sadaka hakkında. Nim için bunu söyleyimiz desek, nurgun karindaşlar sual soraptı. Hem de Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin müstakilliğini esliga keltirish meselesideki asaslık kıyınçılık, iqtisadi kıyınçılık. Muşundağı ahvalda şu müstakilligimizni esliga keltirish yo'lida zakatlarimizni xeylisek bo'lamdi, islom dinida to'g'ri bo'lamdi degan savollar tushganligi uchun bugungi suhbat mush temada bo'ladi. Allah subhanahu va taolo Sura Tövbe 60. oyatda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemas sadaqatu lil fuqara'i vel masakin vel amilina aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir riqabi vel garimin ve fi sabilillahi ve ibnis sabil. Feridatan minallah. Allahu alimun hakim. Sadaqalar, zakatlar faqirlarga beriladi, miskinlarga beriladi. İki. Ve bu zakat ve sadaqa işçilarga beriladi. Uni toplagan bu vaqtda ishlaganlarga. Yana birisi muallafati qulubuhum. Qalbini islomga moyil qilish uchun, musulmonlarning ko'nglini tutish uchun shu zakat berilsa İslamiyetga kelish ehtimolligi bo'lgan kishilarga beriladi. Zakatni berish orqali İslamiyetga o insonlarni qozondirish uchun beriladi. Ve bir riqabi azatlık uchun, qul azatligi uchun beriladi. Vel garimin qarzdorlarning qarzini tugatib qo'yish uchun beriladi. Ve fi sabilillah Allah yo'lida qilingan xizmat va projelarga beriladi. Ve ibn sabil bir ishni qilaman deb Allah rizosi uchun yo'lga chiqib, yo'lda iqtisod yetishmay to'xtab qolganlarga beriladi deb Rabbimiz o'shada 8 turlik yani sanaydi. Yani zakat qarindoshlar farz. İslam dini 5 asasının üstüge kurulgan. Bu 5 asasının üçüncüsü zakat. Nima uchun o'ttirg'i tuziladi? 5ning o'ttirisi degan 3 degan gap. 5 turukning o'ttirisi zakat va iqtisod va chunki hamma narsa qarindoshlar mav dunyoda pul bilan ma'liki. Bu Adem alayhissalom zamonida o'xshash, Musa alayhissalom zamonida o'xshash, Muhammad alayhissalom zamonida o'xshash, bizning hozirgi zamonimizda o'xshash. Çünkü mal dünya degan narsa insonning ehtiyoji bo'lgan narsa. İnson bu dünyada yeydigan, ichadigan narsa bo'lg'achqa, davomli bir narsaga muhtoj bo'lib yashaydigan bo'lgandan bu mal dünya insonning ehtiyojini qamdashga lozim bo'ladigan narsa. Ya'ni inson bu dunyoda davomli mal dunyoga ehtiyoji bo'ladi. Ehtiyoji bo'lgandan Allah rizosini qozonamiz deb yo'lga chiqqan haq do'stlarining mujohidlarning qo'sqa ochadigan bo'lg'achqa, ehtiyoji bo'ladigan bo'lg'achqa. Shuning uchun Allah bu zakatni farz qilib bekitgan.
Muşu İslamdaki 5 asasının o'ttirisiga tuyruq qilib bekitgan. İqtisod kuchli bo'lsa, hammani qilib ketgan bo'ladi. Shuning uchun bu zakat farz. Oyatning oxirida deydi, faridatan minalloh. Alloh buni shunday farz qildiki, bu farzlik Allah tarafidan kelgan farzlik deydi. Yani Allah'ın buyrug'i. Bu zakatni berish vazifangiz, mecburiyetiniz. Bermesiniz benim hesabı buludu, sürüşçüsü buludu kıyamette. Bunun azabı mı buludu bermesiniz deb Allah bu ayette şunday deydi. Endi biz kelgan savollarda davomli Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga zakatimizni ishlasak bo'lamdi degan savol bordi. Yani bu ayetning neridan bu savolga javob topamiz degan vaqtda Alloh shu zakatni berisiz degan 8 yerning bir qanchasi shunga to'g'ri keladi. Masalan, qarindoshlar, eng birinchi to'g'ri keldigini bu oyatda va fir riqob. Riqob degan gadanni riqob deyiladi. Bu Qur'on terminolojisida davomli azatlik, qul azat qilishga ishlatiladi. Boshqa oyatda fakku raqaba deb keladi. Gadanni azat qilish degan. Gadanni, patag'ni qulluqdan azat qilish degan. Mishadum va fir riqob azatlik uchun beriladi deydi. Unda bo'lganda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti degan bir davlat musulmonlarning tuprog'i bo'lgan, musulmonlarning hokimiyati yerlashgan bir davlat. Xitoy tajovuzchilari deyiladigan, Allohni tunimaydigan, Allohning payg'ambarini tunimaydigan, adolat tunimaydigan, haq huquq tunimaydigan bir tajovuzchi kuch tarafidan qonunsiz holda tortib olindi. Buni hammamiz bilamiz-ku. Bundaq bir ahvol ostida bizning dinimiz u musulmonlarning vatanini ozod qilish, mustaqilligini asliga keltirishni farzi ayn deb qaraydi. Farzi ayn degan kichik bolalar ota-onasidan so'may turib qatnashsa bo'ladigan urush, farz bo'lgan urush degan gap. Ayol kishi eridan izn olmay turib shu urushga qatnash vazifasi bor, qatnashsa bo'laverdi, qatnash kerak degan turdagi bir urush. Hatta qullar hozir qulluq davri tugagandan keyin jiq tasavvur qilmaymiz uni. Shu qulluq davrini tasavvur qilaylik. Qul xo'jayini falani deb jugurib kelib xizmatiga tayyor bo'lmaydigan narsa. Ashunda qullarmi vatan ishg'ol qilingan chaqdasida xo'jayindan ruxsat so'rab emas, ruxsatsizlam berish kerak bo'lgan urush degan gap. Her qanday kontrol ostidagi inson kontrol qilg'ichining iznini va ruxsatini olmay turib qatnashish kerak bo'lgan, hamma odamga majbur bo'lgan, farz bo'lgan urushni farzi ayn deydi. Ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bu farzi ayn. Ergimi farz, ayollarga farz. Ey Sharqiy Turkiston ayollari, sizlarga farz. Endi ayollar hozir qo'lidan chiqib bir ishmi kelmaydi degilim bo'lmaydi bo'ladi-da. Eng birinchi keldigini Sharqiy Turkiston ayollarining ustiga tushgan eng birinchi ustiga tushgani o'zining erlarini, bola chaqalarini mushu urushga qatnashga qo'llash, rag'batlantirish vazifasi bor. Aning lekin sharoit pishib yetilganda o'zimi qatnash shunday vazifasi bor. Mushundaq bir urush. Bu urushning mohiyati mushu. Endi xalq sifatida Sharqiy Turkiston xalqi musulmon bir xalq bo'lish sifatimiz bilan Xitoy tajovuzchilaridek islomga qarshi, Allohga qarshi, payg'ambarga qarshi, insoniyatga qarshi, inson haq huquqlariga qarshi mushundaq bir nima deb ta'rif qilishni bilolmaydigan rezil tuvan darajadagi bir tajovuzchiga qo'l ulab qolganlik Sharqiy Turkiston. Bu xalqni ozod qilishmi farz. Unda bo'lgandan keyin vatan ishg'ol ostida, xalq qulluq ostida
Onun ustiga o xalq musulmon. Islom dinidan qaytarishga majburlanayotgan, mingisi juylayotgan bir xalqni ozod qilish, qulluqdan qutqizish farzi ayn va uningdan eg'ir. Agar islom dinida farzi ayindan eg'ir bir kelima bo'lgan bo'lsa, tasvirlaydigan, shuni qo'llanatdik. Hamda eng yuqori kelima shu farzi ayn degan. Mushunda bir urushda Allah farz qilgan bu zakatni ashvafir riqabga bersak bo'ladi. Sharqiy Turkistonning ozodligi, mustaqilligi, xalqimizning erkinligi uchun xeylandiganlar bo'lsa shu pul zakatni shu yerga ishlasak bo'ladi. Bu bir oyatdan chiqadigan birinchi numurliq fatvaning markazi bu. Yana bu oyatdan yana nereden chiqadi? Yana buningdan kuchliroq shaklda oxirsida va fi sabilillah Allah yo'lida qilinadigan ishlarga zakat beriladi deydi. Endi bu va fi sabilillahni Qur'onning butun mufassirlariga qarab baqsanglar hamda mujohidlar deb tarjima qiladi. G'azilar deb tarjima qiladi. G'azatchilar, g'azilar, mujohidlarga hatto boy bo'lgan taqdirda berasiz deydi. Naq maydonda urushayotgan millionlar insonlar va millionerlarning balları var urushdi deyli. Eğer şunu urushayotgan bo'lsa, shu millioner ekan demay, shu zakatdan shunga beraversiz deydi. Mufassirlarning ta'vili bu. Ama Kur'an üze ve fi sabilillah. Allah yolunda qilinayotgan har qanday ish va projega, har qanday xizmatga, plan programmaga zakatdan ishlatsangiz bo'ladi deydi. Bu bekkan hamda. Buni faqatla mana shu naq maydondagi urush emas, mush xalqimizni o'g'itadigan tashviqotga ishlatsak-mi bo'ladi. Xalqimizni engini ochadigan, aqidasini o'nglaydigan ma'arif ishlarga ishlatsak-mi bo'ladi. Mushu Allah razı bo'ladigan har qanday turdagi ishda zakatni ishlatsak bo'ladi deydi. Endi biz Sharqiy Turkiston xalqi uchun Allah'ni razı qiladigan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdimi yo'g'on bir ibodat yo'q. Ma shaxsiy ibodatlarni ayrim sanaymiz qarindoshlar. Ma iymon etish, namoz o'qish, zakat berish, ro'za tutish, haj qilish ma shaxsiy ibodatlar. Bu musulmon bo'lishning shartlari bu. Bir yerga ish qishirdigan bo'lsaqmi, manda shartlar bor. Anandikini olamiz deydi-ku. Musulmonlikning sharti 5. Şu şəxsi 5 ibadətini qılğan vaxtda musulmon bo'g'iladi. Musulmon bo'lgandan keyin onkin Allah razılığını qo'lga keltirish uchun qiladigan xizmat var. Şu musulmonlar şu xizmatga atlanadi. Şu xizmatni qilish jarayonida bu Allah'ning bu haqda nima degan to'g'ri so'zlaganligini ko'rgandan keyin, amaliyotga shohid bo'lgandan keyin İslamiyet'nin hak ekanligini tunib yetib va iymoni mustahkamlanadi. Musulmonlikdan keyin mu'minlik salohiyat qozonadi keyin. Mushundaq bir ahvol. Endi mushundaq bir ahvolda qarindoshlar zakatimizni o'sha fi sabilillah bo'lib, shu Sharqiy Turkistonning masalasiga bersak bo'ladi. Yana nima chiqdi degan vaqtda qarindoshlar, bizning Sharqiy Turkiston mustaqilligini asliga keltirish masalasida ishlayotgan insonlarimizga qarab boqaylik. Allah rızası uchun xizmat qilamiz, xalqimiz uchun xizmat qilamiz da'vatgan insonlarga qarab baqsak, agar bularning ichida xizmat qilish qobiliyati bor, ammo qo'saq vaqtimiz bo'lmaydigan, bala vaqtimiz bo'lmaydigan insonlar bo'lib qolsa, Allah rızası için hizmet kılayım dep kapkası ama iş toxtab qaldı adamlar olab qalsa, şu zakatdan maaş verip işletsek bo'laverdi. Şu fakir inqilobchilar olab qalsa, şu zakatni şu fakir inqilobchilarga bersa bo'ladi. Miskin inqilobchilar olab qalsa, şu zakatni miskin inqilobchilarga bersak bo'laverdi. Shuning uchun bu oyatdan bizning zakatimizni ishlatadigan yer shu oyatga ko'ra necha nuqtadan joiz. Nurg'un nuqtadan joiz yani. Shuning uchun biz Sharqiy Turkistonlik bo'lishimiz bilan bu zakatni o'zimizning mustaqilligimizni asliga keltirishga ishlatsak tamoman joiz. Texmi to'g'risi zarur.
Çünkü işning aqmasligi shu iqtisodsizlikdan bo'layotidi hozir. Nurg'un odamlar bedavlat yordam bersa, yordam nima deb o'ylaymiz biz? Shu pul bersa, shuning o'rniga ishlasak, maosh olib ishlasak deydigan gap kallamizga kelgan bo'lsa, qarindoshlar. Bersa yaxshi, ammo bermay qolib qolsa, biz musulmonlarda o'zimizning sistemamizni qo'llansak, o'zimizning sistemi butun iqtisodiy masraflarimizni qarshiladigan sistemimiz var. Zakat sistemi. Bu zakat sistemi bizning dinimizda farz. Zakat degan qarindoshlar, lug'atlik ma'nosi pokizlash degan gap. Tezkiye yıldızından çıkıyordu. Zakat bergenler pakiz yaşaydı. Nim için? Nim için zakatını Allah pakizlik yıldızından çıkan kelime bilen atab zakat dedi. Çünkü aş melimizden berildiğin 2,5% var o zakat. Öşürü degen 10% degen gap. Ondan biri. Ondan biri degen gap. Öşürü degen. O ondan biri degen şu 10% degen gap. Zakat degen 41, bu 2,5% degen gap. Bu hem de iqtisod tepishning oson va qiyinligiga qarab turib ulamolarimiz tarafidan shunday bekitilgan narsa. Mush sistem bo'yicha berib o'zimizning o'shir zakotlarimizni o'zimizning ozodligimiz uchun qo'llanadigan bo'lib qolsa qarindoshlar, boshqa millatlarga ehtiyojimiz yo'q. Boshqa yot millatlarga o asli yo'q. O'zimizning qarindosh millatlarimizga ehtiyojimiz yo'q. Mushu zakat berishga tegishli pul va insonlar zakatini beralasa, mush o'zimizning inqilobiga haqqa ehtiyojimiz yo'q. Nima uchun divandek davomli tamoq qilamiz? Chunki o'zimizning dinimizni bilmagachga, zakat sistemimizni bilmagachga. Allah nima uchun bu ismni berdi degan tuqqo, zakat nima uchun zakat deb ataydi? Bu pokizlash degan ma'no bilan degan vaqtimizda qarindoshlar. İnsanlar bu dünyada yaşayan vakitte nefs bile yaşayımız ya. Nefs malını yaxşı gördü. Çünkü mal degen meyil yıldızıdır. Meyil degen mayillik. Mayil kılıdığan degen gap. İnsanın ko'nglini mayil kılıdığan, üzüge tatıdığan, celb kılıdığan degen gap, mal degen gap. Endi bu yerda malni suyadigan bir magnet var içimizde, nefs deydigan. Mal, pul, dünya deb bo'g'cha hop qilib esiladigan, chaplashadigan nefs degan narsa bizning ichimizda bor. Hamma insonda o'xshash. Abu Jehilda o'xshash, Muhammad alayhisalomda o'xshash. Allah chunki inson tabiatini hamma odamga o'sha sinoqqa uyg'un qilib, adolat bilan bir yaratganlik. Unda bo'lgankin bu nefs hammamizda bor. Bu dunyoda yashagankin hammamiz mal-mulkni, mal dunyoni yaxshi ko'ramiz. Unda bo'lgankin yashash jarayonida bugun mancha pul topdim, mana yil mancha pul topdim, o'tgan yil mancha pul topdikman deb o'tirib, bag'asir qalbimiz malga bog'lanib ketadi. Malga bog'lanib ketgan siri mal insonni dunyo tarafga tortgandan keyin, eng past tarafga tortgandan keyin insonninki ma'naviyatdagi darajasi tushib, musulmonlikdan tushib, ko'rinishi musulmon, mohiyati musulmon emas holga kelib qoladi. Ko'rinishi musulmon, mohiyati musulmon emas insonni bizning dinimizda munofiq deb ataydi. Shuning uchun bu zakat insonni munofiqlikdan pokizlaydi, nifoqdan pokizlaydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu haqda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Sure Tövbe'de. Khuz min emvalihim sadaqaten tutahhiruhum ve tuzakkihim biha. Ey Muhammed Aleyhisselam, sen bu insanların zakatını al deydi. Sadaka al buladın deydi. Bu ayetin, yukarı ayetin nima deganda? Munofiqlar haqida so'zlab keliklik. O'zini musulmon deydi, bizdan u gunohni qildi, bizdan bu gunohni qildi. O'zini gunohdan to'xtatib ololmaydi bu insonlar. Ruhiyati bek ojiz. Munofiqlik saviyasiga tushib qolgan, qasddan munofiq emas. Ammo ruhiy holati, ma'naviy holati bek ojiz bo'lg'achqa, o'zini pokizlayolmagan insonlar bu. O'zini tik tutib ololmagan insonlar. Munofiqlik saviyasiga tushib qolib, va musulmonlik saviyasiga chiqolmayotgan, qiynalib insonlar. Allah Teala bu insonlarga "Xuz min amvalihim sadaqatan." Ya Muhammad, ularning mal-mulkidan sadaqa al sen. Tutahhiruhum. Bu sadaqa elish orqali sen ularni pokizlab qo'ysa.
Bunu çıkanmaslıkta, dünya patlaqlığını çıkanmaslıkta çaplaşıp kalıp dünyaya. Zeyip, sen oğlunun zakatını, sadakasını ağandan killam, avu patlaqdan o çaplaşanğı bir nesilden pakizlap, ularının pütünü patlaqdan ajırtıp koygan bulsa, ular çaplaşanğı patlaqdan tutulgandan killam, üzünün küçü bilen meňip gitadigan boludu. Tutahhiruhum, ularını pakizlap koysa ve tuzakkihim biha, bu sadık bilen ularını tezkiye kılsan, pakizlaysan deydi. Tutahhir taharet yıldızıdın, tezkiye zakat yıldızıdın. Taharet degen pakizlik, zakat degen pakizlik. Taharet degen maddi manevi pakizlik. Zakat tamamen manevi pakizlik. Muşunda kılıp, münafıklık derecesinden çıkanmay musulmanlık derecesiga qışlanayotgan insanlarni bu sadaka arkalık, zakatlarını eliş arkalık, sen ularını pakizlap koysa ve salli aleyhim, sen bu tipdeki aciz insanlara destek ol. Koňluny yasa, sizler hazır ahwalyňy garamaňyz, sizler degan ýaxşy adamlar, bundan keyin undaq ýaxşy musulman bolup gitsizler, bunda ýaxşy musulman bolup gitsizler, Allah sizlerni bek ýaxşy gördü dep, koňluny yasap, sen ularga destek ol. İnne salateke sekenullahum. Çünkü senin destegin ularning koňlyny elişen, ularga manevi jihatdan destek berişen, ularga sekinet ekilidi. Kalbideki ıstırap. Musulman bolsam bolarmy, İslamga çıksam bolarmy, çıkmasam bolarmy, bu davamlyk pul deydiken, pulumuz mangullanmaydigan işken bu yolda. Qanday qilsam bolar dep dil gulup bolgan insanlarning kalbiga sekinet kelip berqararlyk hasyl bolady. Nima bu pul degen bäsem buldy eken mana. Edemi bilip kalmaydı eken. Bämsekni yaşaydı ekenmiz. Bägenge meşnin bolmaydı eken Allah rızası üçün, öz milletimiz üçün, öz döwletimizni kuruşumuz üçün pul bersek nim bolapdy deydigan halga kelidi deydi. İnne salateke sekenullahum. Bu salat degen kelime Peygamber Aleyhisselam ularga deydi. Allah razı olsun. Allah sadaqaňlaryny kabul kıldı. Bunun bedeliga manda savap berdi. Cennette manda makam berdi degendiken Peygamber bolgandikin Allah'ın vahiy bilen ular kalbi teskin tepip, biz mançılık sadaka versek Allah bizge mandal savap bergendikin, ejep obda işken bu dep, musulmanlıkta berkarar boladigan iş kıdı deydi. Nima üçün Allah Taala bu wada şundaq deydi dese, qarindaş, Peygamber Aleyhisselam'a berilgen vazife, şu bizge berilgen vazife şu. Yani Peygamber Aleyhisselam insanlardan sadaka alsa, o insanlar pakizlığındaga iş olsa, bizmi Allah rızası için sadaka bersek, bizmi pakizlanamiz? Bizmi özümüzün azatlığımız üçün, özümüzün müstakillığımız üçün pul beremey qıjlanıp ketimiz go. Bäzi çağda kiçikinen bedel pullaryny töleyemey qıjlanıp ketimiz. Şu qıjlanışlardan qutulup kalımız. Çünkü ruhimiz künidir. Allah Taala yan bir ayetde bundaq deydi, bu wada goýmaz zakat haqqında 2,5% ning gipi var miyada? Yana bir ayette yes'alunaka mada yunfiqun. Ya Muhammed Aleyhisselam, senin ümmetin senden nimeden nafaq qilish haqida so'raydi. Qanchalik nafaq qilamiz? Bu İslam dinida zakat, sadaqa, nafaqa deydigan gaplar var ekan, pul berang deydigan Allah rızası üçün. Qanchalik berimiz deb so'raydi o. So'ga vaqtida sen shundaq javob ber. Qulil afv. Aşkınla berisiz dangla deydi. Aşkını degen nima? Kündülük hayatımızga işletip, yep içip ihtiyacımız aşkının hemmisini sadaq qılıp berisiz de cevap muşu deydi. Endi o ayet bilen ma ayetning farqini nima deb maslashtiramiz? Bu ayette 2,5% zakat, öşrü 10%. Ayette üzüňizden ihtiyacının aşkının hemmini berisiz degen gap farq. Ma zakat ayeti Medine'de nazil bolgan. Yana bir ayet Mekke'de nazil bolgan. Çünkü Mekke'deki Müslümanların dövleti yoktu. Hakimiyet kulda emesti. Bu Müslüman millet Mekke müşriklerinin kulida kulga okşaş yaşaydı. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye kelgendan keyin, İslam dövleti kurulgandan keyin zakat ayeti düştü 2,5%. Mekke vaqtida İslamiyetni kuchlandirish uchun azliqqa chiqish uchun o'zining davlatini qurish uchun qo'saqqa yeb o'zining oilasiga ehtiyojini qamdab ashqonning hammini bersiz degan oyat bor. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston xalqi qarindoshlar, avvaldan biz zakatdan boshlaylik.
Eğer Allah bizge tevfik berip, hidayet berip, zakat besimi hech nima bo'lmaydiganligini, Allah bergen pulni Allah rızası için işletsek hech nima bo'lmaydiganligini ko'rgandan keyin bara pul bergensiri insonning ko'ngli ko'ksi kengrib ketadiganligini, ruhimizning kuchlanganligimizni, shunda bir ko'ngli yo'riqlab qoladiganligini, bu iymonning lazzatini tatgandan keyin hatto o'zimizning ehtiyojidan oshganning hammani berib yetadigan holim keladi inshaalloh. U halga kelgan vaqtda qarindoshlar zaten o'zimizning putimiz yagiga sigan bo'ladi, haqqa ehtiyojimiz bo'lmaydi, haq nima deyishidan qat'iy nazar. Haqning gapini tingshimay o'zimizning yo'lidan mang'ul bo'laveradigan gap. Shuning uchun haq qullanmayli, o'zimizningki ishimizni o'zimiz ko'raylik desak qarindoshlar, o'zimizga tayanmasak bo'lmaydi. O'z iqtisodimizga tayanmasak bo'lmaydi. Bu o'z iqtisodimizni bizning bilimiz zakat sistemi orqali bizga yo'lni ko'rsatib beraylik. Shuning uchun zakat hammamizga farz, berishga majbur. Bu zakat bergan vaqtimizda haqqa yaxshilik bo'lsin yoki mustaqilchilarga yaxshilik bo'lsin deb bermaymiz uni. O'zim için berma. Allah menga farz qilgan farz, buni bermasam qarzim qoladi mi yerda? Qarzimni ado qilish uchun berma deb zakatdan qutulishga tirishadigan holga kelaylik. Xuddi kichikgina pulni berib qo'yib, zakatni berib qo'yib, haqq patron bo'lgandek bunda gidib o'tmay. Vazifamni ado qilib oldim, alhamdulillah, zakatimni bergidek yetib oldim deydigan holatga kelib, zakatlarimizni bergilib turgan vaqtimizda o'zimiz pokizlanamiz, ruhimiz pokizlanadi, aqlimiz pokizlanadi, zihnimiz pokizlanadi, manga yo'limiz pokiz bo'ladi, haqqa muhtoj bo'lmaymiz, Alloh bilan aramizdagi yo'limiz pokiz bo'ladi, Allohga darhol bora oladigan, Alloh bilan darhol aloqa qila oladigan, Alloh nima desak ma'qul deb duoyimizni ijobat qiladigan holga keldi qarindoshlar. Shuning uchun bu yo'ldan zakatlarimizni aymayli, sadaqalarimizni, nafaqalarimizni aymayli. Alloh hammamizni sodiqlardan qilib etsin, sadaqa berganlardan qilib etsin, mutasaddiqlardan qilib etsin qarindoshlar. Allohni rozi qila oladigan banda, Rasulullohni xushnud qila oladigan ummatlardan qilib etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.